Men Sumin, hali ham shu kampirni himoya qilyapsanmi? Nima, u rostdan ham seni onangmi? Albatta yo'q Shanshan. Shunchaki bugun to'y, yaxshi kunimizni bir begonani deb buzmaylik dedim. Qo'yvor endi ketaversin. Gaping to'g'ri. Bir sassiq tilanchini deb kayfiyatimizni buzmaylik. Lekin u bugun meni to'yimdan buzdi. Bu shunchaki qolib ketmasligi kerak. Uni jazolaymiz. Sumin, bu kampirni ikki oyog'ini sindir. Keyin ko'chaga uloqtir, tilanchilik qilib yuraversin. To'ppa-to'g'ri. Qilar ishni qilib, yana bechoraga o'xshab o'tirishni qaranglar. O'lib ketmaydi bu ko'chada. Kimga kerak bunaqalar? Bunday qilib bo'lmaydi. Nega bo'lmas ekan? Gapimga quloq solmasak to'y bo'lmaydi. Yoki uni oyog'ini sindirasan, yoki to'yni bekor qilamiz. Shanshan! Senga ikkita imkoniyat beraman. Yoki oyog'ini sindirasan, yoki to'y bo'lmaydi. Tushundingmi? Tanla. Yoki u, yoki men. Bekor qilma. Hoziroq natijani aniqlashtirmasang mendan yaxshilik kutma. Sumin. Sumin. Unday qilma. Sumin, unday qila olmaysan. Sumin, bu darajaga yetishing uchun Bay oilasi yordam bergan. Hali ham oilamiz ko'mak berishidan umidvormisan? Yo'q o'g'lim, Sumin, bunday qilma. Sumin, ur deyapman. Ko'rnamaklik qilma. Sumin! Ur dedim. Shu janoblari, natija chiqdi. Bu hola haqiqatan ham sizni tuqqan onangiz ekan. To'xtanglar.